Hammaga salom, sizlar bilan Shakibman va bugungi videomizda GTAda hamma o'zbek mashinalarini ko'rib chiqamiz. Ketdik, kengroq yerga boramiz. Sizlarni videoda ko'rib turgandan xursandman. Yangi videoda ko'rib turgandan xursandman. Kengroq yerga boramiz. Ketdik. Mersta boramiz. Kengroq yerga borish kerak. Yomon. Tezlik qo'shamiz, qo'shimcha tezlik. Shu yerga to'xtatamiz. To'xtadik. Ko'ringlar. Mana Mercedes Tracker mashinasi, Ferrari, Nissan, samolyot. Buni bilmayman, buni men bilmayman. Bu kichkina kichkina mashina o'zbek. Nexia 2 tuning qilingan. Kia mashinasi. Nissan Rolls mashinasi. Nexia 3 mashinasi. Gentra mashinasi. Kencha bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bitta mashinani haydab ko'ramiz. Va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Va like bosish esdan chiqmasin. GTA kerak bo'lsa Telegram kanalimga tashlab qo'yman. Telegram kanalim qayerdan topasizlar deysizlar? YouTube kanalim profilda silka bor. Telegram kanal deb yozib qo'yman. Shu yerdan obuna bo'lib qo'yasizlar va GTAni yuklab olasizlar. O'rnatish videosi YouTube'ga joylab qo'yman. Ikkinchi video. GTA o'rnatish videosi. Nexia 1 mashinasi mana. Nexia 1. Bunaqa Lacetti mashinasi. Haydab yurgan mashinam bu. Cobalt Yandex. Cobalt. Avtobus, eski avtobus. Hozirgi zamonaviy avtobuslar chiqib ketdi. Bu eski. Bunaqalar qolyapti-da. Mercedes Klasi 6055 Mercedesni 55 versiyasi. Tank, furgo, avtobus. Mana yana Gentra. Taho mana 01 mi, shunaqa 06 mashinasi. Damas mashinasi mana. Nexia 3. Bitta mashina qolib ketdi. Labo mashinasi. Nexia 3 dedim buni. Yandex Gentra bor. Equinox mashinasi bor mana. Damas 6 ballonlik Damas mana. Bunaqalar ham bor. Bular Nexia 2 Policia. Bu Camaro. Bu ham Camaro'ni tuning qilingani bor. Bu Gelik prezidentlarniki. Bu Lacetti Opereski. Lacetti Onyx mashina, Chevrolet Onyx, Matiz kichkinaligini qara. Matiz bu mashinalar GTAniki, bu ham BMW mashina, lekin modelini bilmayman. Tico Brabus tuning qilingan Tico. Cobalt yo'l patrul xizmati degan Cobalt. Malibu 1. Mana YPX Nexia 1 mashinasi. Mana bu yog'i buni bilmayman. Mustang. Bu mashinalarim Cobalt bor mana. 07 bor. Nexia 3 bor avtomat korobka. Keyin Malibu bor. Bunaqa. Keyin Malibu bor yo'l patrul YPX 102 degan.
Nexia 3 bor. Tracker 1 bor mana, Tracker 1. Equinox mashinasi bor. Bular BMW M5 F90 mashinasi bor mana. Nexia 3 bor, Nissan GT-R bor. Gentra bor, yo'l patrul xizmati. Keyin yana bor? Monza Civic Salon, Monza Civic Salon deb aytamanlar buni. Shu mashina bor. BMW, Kamaz, BMW, Lacetti mashinasi. Bular kerak emas. Buna Cobalt bor. Tuning qilingan. Nexia 2 BMW bor. Keyin Nexia 3. Yangi chiqqan Malibu 3 samolyot. Nexia 1 tuning qilingani. Captiva. Merc bor. E63. Labo. Damasmi, Labomi bilib bo'lmaydi. Merc bor, Prezident Maybach. Moskvich bor. Mana Lacetti, Lada, yana Malibu, Nexia 2 shuni bosamiz ketdi. Shuni bosib aytamiz. Ketdi. Ovoziga qaranglar buni. Yomonligini. King deb, qirol deb yozib qo'ydi. Men bu yoqroqdaman-da, jimjit bo'ladi video olgan. Yo'ldagi mashinalarni ko'rsataman, o'zbek mashinalari bor. Yo'lda. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, ishdan chiqmasin bolalar. Bu GTA Telegram kanal silkasi YouTube profil tagida turibdi, Telegram kanal deb bolalar. Lekin kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mehnatimni qadrlab bolalar. Mashinalar o'tib ketdi. Turbo qo'shamiz, turbo. Mashina nima bo'ldi? Chiqardim. Fint ham qilib yubordik. Fint. Mana fint qilib yubordim. Videolar chiqib turadi endi bu yog'iga GTAdan. Mashina yonib portlab ketadi hozir. Yana bir yerga urilsa. Qaranglar. Qoch. Hozir o'lib ketaman. Qaranglar. Mana portlashi. Voy, Mers. Fura. To'xta, bratan. Voy, uchirib yubordi, ibot. Boshqa mashina olamiz. Pul cho'p. Avtolar ketdi. Li9 mashinasi Gentra. Mana Gentra, bunaqa Gentralar bor. Hamma o'zbek mashinalari qo'shilgan. Tikodan tortib Monzagacha tortilgan. Monza. Hammasi bor. Bu yoqiga mashina zo'r tuning qilingan. Bunda tuning qilib bo'lmaydi, o'zi tuning qilingan. GTA zo'r. GTA zo'r o'yin bu. Menga yoqadi. Sizlar ham tavsiya qilaman. Xohlagan narsa qilib yursanglar, ochiq dunyo o'yini. Videoni shu yerda to'xtatamiz bolalar. GTA kerak bo'lsa Telegram kanaliga tashlab qo'yibman. Kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga xayr, keyingi videoda ko'rishguncha.